Aka-ukalar, assalomu alaykum. Sizlarga bir murojaat bilan chiqyapmiz. Mana qo'ydi ahvolini qarang. Qo'yning ahvolini qarang, mana qo'ydi. Bu Jizzax G'alla oroldan kelgan Forish tomonlarda mana shunday qo'ylar bo'ladi. Jundi qalinligini qarang. Qarang. Sizga hozir ko'rsataman, qarang. Qavat tutgan, hozir qarang. Shunchalik qalinki, hech narsaga o'xshamaydi. Ko'ryapsizmi? Bu nima ahvol bu? O'lasammi, shuni qo'ydi jinni olib qo'ysang qarang mana. Mana jinni qalinligini qarang, mana tibit bo'lib ketgan, baraka topqonlar. Jinni olyapmiz. Issiqqina joni bor. Bu hozir yosh, yot. Sizlar qanday bu? O'lasammi, sonini 1000 ta, 2000 ta qilguncha o'zi hisor qo'yga havas ketib yuradi ular bor-ku. Bir aqlini ishlatmaydi. Shuniga, shu qo'ydi yiliga 2 marta jinini olib, shunchaki joyda orqasi och qo'chqor qo'ysa, qanchalik hisor qo'yib beradi-da. Hop. Mana shu qo'y ham hisor bo'lib ketadi. Tomoqdan qarashib, yedirsa, ichirsa. Bu nima degan gap mana? Nima degan gap bu? Bu qarang qo'ydi. Odam terisidan ham yo'qolib ketgan, qarang. Qalinligini qarang. Izohlarda kommentda fikrlaringizni qoldiringizlar. Yana qanaqa video chiqaramiz? Fikrlaringiz bo'lsa bemalol